Akalar, bitta iltimos sizlardan yordaminglar kerak bo'lyapti. Mana bu Gentra Spark, mana bu Cobaltli, mana Gentrali Cobaltli yo'llanmachasi qo'yib tashagan-ku. Hammasi aeroportga kelgan odamlar-da. Короче, stankadan pul qizg'anishadi, o'zi arzimagan pul. Mana shunaqa tekin joy qidirib, bizani stankalarga qo'yib ketishyapti-da. Shunaqa xalaqit qilyapti mana shu mashinalar bizga. Mashinalar kirib chiqishga qiynalyapti, ko'rasam. Poxga qo'yib ketishadi bor. O'zi bular mana bu yerga qo'yishyapti-da, arkamiz bor. Arkani bu yoqqa qo'yishardi. Hozirgi akalar Zafreshon znak qo'ygandan keyin hammasi mana bu yerga qo'yib kirib ketishadi. Короче, 2-3 kunlar yuvib ketadi bir xillari tekin stanka qilib olishgan. Nima qilish kerak mana shunaqalarga akalar? Odam jahli chiqib ketyapti. Nima chora ko'rsa bo'ladi yoki-da qanaqa yo'llari bor, bitta o'rgatib yuboringlar mana. Yozinglar. Onasini ham sani pul qizg'anib, mana shunaqa bizga xalaqit qilib qo'yib ketishyapti-da, mana shunaqa qilib.